Harbiy prokuratura tizimida ham so'nggi yillarda tub islohotlar amalga oshirildi. Bularning barchasi inson qadri uchun tamoyili asosida ko'z o'ngimizda bo'y ko'rsatmoqda. Soha xodimlari uchun yaratilgan sharoitlar zamon talablari darajasida. Odamlar dardi bilan yashash, ularning muammolariga yechim topish bugun barcha tashkilot va muassasalarning kundalik asosiy vazifasi hisoblanadi. Bu borada harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning masalalarini qisqa muddatda tezkor hal etish choralari ko'rib borilmoqda. Harbiy prokuratura tashabbusiga ko'ra, Qurolli Kuchlar vazirlik va idoralari bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarda sayyor qabullar tashkil etildi. Bunda qabullar aynan olis hududlarda o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilib, qabullarda 600 dan ziyod masalalarni ijobiy hal etishga qaratilgan choralar natijasida ularning 300 dan ortig'i joylarning o'zida ijobiy hal etildi. Murojaatlar yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berilib, ko'rib chiqilishi talab etganlar nazoratga olindi. Shuningdek, o'tgan yilda harbiy prokuratura tashabbusi asosida mutasaddi tashkilot va idoralar bilan hamkorlikda harbiy xizmatchilar oila a'zolarining bandligini ta'minlash maqsadida 160 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari o'tkazildi. Hamkorlikdagi shu kabi va boshqa amaliy chora-tadbirlar natijasida harbiy xizmatchilarning qariyb 2000 nafar oila a'zolari ish bilan ta'minlandi. 80 ga yaqin mehnat yarmarkalarida esa muddatli harbiy xizmatni o'tab qaytgan yoshlarimizdan 9000 dan ziyoda ish joyiga ega bo'ldi. Bugun ular jamiyatda o'z o'rinlarini topib, oila daromadiga hissalarini qo'shmoqda. Xotin-qizlar masalalarida olib borilayotgan amaliy ishlar ham e'tiborimizni tortdi. Opa-singillarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlash borasida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, harbiy prokuratura, armiya prokuraturasi shiori ostida olis hududlarda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchi ayollar va harbiy xizmatchilarning rafiqalari hamda shu hududda istiqomat qilayotgan ayollar o'rtasida 30 dan ortiq bepul tibbiy ko'riklar o'tkazildi. Ushbu tibbiy ko'riklarda 5000 ga yaqin ayollarimiz tor doiradagi tibbiyot mutaxassislari tomonidan ko'rikdan o'tkazildi va bundan tashqari mobil laboratoriyalar ko'rigida ham bo'lishdi. Shu jumladan harbiy prokuratura tashabbusi bilan Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Qurolli Kuchlar vazirlik va idoralari hamkorligida olis hududlarda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning rafiqalari va Yangi O'zbekistonning vatanparvar ayollari ko'rik tanlovlari o'tkazildi. Yoshlar bizning kelajagimiz, ertangi kunimiz. Davlatimiz rahbari tomonidan so'nggi vaqtlarda yoshlar masalasiga alohida urg'u berilmoqda. Xo'sh, o'tgan vaqt davomida bu borada tizimda qanday ishlar amalga oshirildi? Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida harbiy prokuratura organlari oldiga bir qator vazifalar qo'yilgan. Prezidentimizni 2022-yil 23-dekabrdagi tegishli farmonlari bilan bizning tizimimiz zimmasiga yoshlarni vatanparvarlik tarbiyalash borasida ularni huquqiy savodxonligini oshirish yuzasidan bir qator vazifalar qo'yilgan. Ana shu vazifalarni ijrosi doirasida harbiy prokuratura organlari tomonidan joylarda Qurolli Kuchlardagi tegishli vazirlik, idoralar bilan hamkorlikda keng ko'lamli vatanparvarlik tadbirlari amalga oshirilyapti. Asosiy maqsad yoshlarimizda vatanparvarlik, vatanga sadoqat, muhabbat ruhini yuksaltirish, ularni konstitutsiya va qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash. Darhaqiqat, yoshlar masalasi, ularning ta'lim va tarbiyasi bugun har qachongidan ham dolzarb sanaladi. O'tgan vaqt mobaynida yosh avlodning mamlakat taraqqiyoti uchun kamarbasta bo'lish mas'uliyatini oshirish maqsadida turli tadbirlar, uchrashuvlar va musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Muloqotlarda yoshlarning qiziqishlari, orzu maqsadlari o'rganilib, ularga ham ma'naviy, ham hayotiy yo'l yo'riqlar, amaliy ko'maklar berilyapti. Shu bilan birga yosh avlodda vatanparvarlik, xalqimizning boy ma'naviy merosi va qadriyatlarga cheksiz hurmat tuyg'usini yanada oshirish, ularning bu boradagi bilimlarini mustahkamlash va rag'batlantirish maqsadida O'zbek tili bayrami munosabati bilan respublikamiz miqyosida 2 bosqichli mardlik va ona vatan mavzularida diktant tanlovi o'tkazildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tanlovda 5000 dan ziyod jasorat sinflari o'quvchilari qatnashdi. Yakunda 42 nafar g'olib va sovrindorlar munosib taqdirlandi. Harbiy prokuratura organlarida ham raqamlashtirish ishlari boshlangan. Yana bir muhim ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Barcha jabhalar qatori sohada ham keng ko'lamdagi raqamlashtirish transformatsiyasi amalga oshirildi. Harbiy prokuraturaning rasmiy veb-sayti, YouTube, Telegram va Facebook ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalari orqali tizim faoliyati keng jamoatchilik e'tiboriga havola etib kelinmoqda. Qurolli kuchlardagi harbiy xizmatchilarimizni ijtimoiy himoyasi yo'nalishida ham alohida platforma ishlab chiqildi. Ushbu platforma uy-joy ta'minoti, ijara kompensatsiyasi hamda xizmat burchini bajarish vaqtida jarohat olgan harbiy xizmatchilarimizga kompensatsiya to'lovlarini amalga oshirish jarayonlarini osonlashtirish
unga shaffoflik kiritish maqsadi bilan yaratildi. Shu jumladan uy-joy ta'minoti haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu tizim shu sohaga mas'ul bo'lgan uy-joy komissiyalari, quyi harbiy qism uy-joy komissiyalari, yuqori turuvchi markaziy apparat komissiyalari hamda yakuniy buyruq chiqaruvchi boshqarmalar uchun ularni hammasini ishi yengillashtirib berildi. Bunda ishlash prinsipi shundayki, harbiy xizmatchilarimiz hujjatlarni topshirgandan keyin adolat yo'lagi yaratib berildi. Ushbu yo'lak orqali hujjatlar harakatlanib, tegishli komissiyalardan o'tib, navbatga qo'yish imkoni yaratildi. Harbiy xizmatchilarimiz bu jarayondan yoki natijasidan xabar olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, Telegram bot yaratib berdik. Shu bot orqali o'zlarining pasport ma'lumotlarini kiritgandan keyin hujjatlarning harakatlanishi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Ahamiyatli yana bir jihati, uni biz kuzatish imkonimiz bor. Shuningdek, tizim bir nechta vazirlik idoralar bilan integratsiya qilingan. Shuning uchun ayrim mas'ul shaxslardan hujjatlarni olib o'tirishga vaqt sarflashni keragi yo'q. Tizimni o'zi kerakli ma'lumotlarni tortib, undan foydalanish imkoni bor. Kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish va mutolaa madaniyatini oshirish maqsadida kutubxona, axborot resurs markazi faoliyat yurityapti. Zamonaviy sharoitlarga ega bo'lgan kutubxonamiz tashkil etilgan. Ushbu kutubxonada prokuror, tergov xodimlari hamda ishchi xizmatchilar istalgan vaqtida kitob o'qishi hamda audio kitoblarni elektron shaklda tinglash sharoitlari yaratilgan. Tergov poligoni tarkibida virtual tergov xonasi mavjud bo'lib, unda elektron dasturlar yordamida protsessual harakatlar bilan bog'liq mashg'ulotlar virtual reallikda bajariladi. Muxtasar aytganda, ushbu soha faoliyati bilan qisqacha tanishish orqali yurtimizdagi islohotlar samarasida harbiy prokuratura, armiya prokuraturasi bosh mezoni o'zining hayotiy ifodasini topayotganiga yana bir bor amin bo'ldik.